Uchqun aka, Yunusobod 7-kvartal Zenit zavodida o'rnagan unaqa Novostroyga tushgan mana. JK Zenit. Shunda Alfraganus instituti shunda orqasida juda chiroyli, yaxshi qurilgan. Shu yerda bir xona 26 kvadrat, yevro remont, mebel texnikalari bilan shundoq olasizlar ijaraga qo'yib yuboradigan joyi yoki yosh oilaning kirib yashaydigan uy. Juda zo'r uy, hozir sizlarga ichlarini kirib ko'rsataman. Mana liftlar, podyezdlarni ham juda chiroyli qilib qo'yilgan. Mana, endi mana uyimizni ko'ringlar. Mana hamma yoq chiroyli proyektlar bilan bo'lgan. Oynalarni qaranglar. Shunda qarab chiqib ketaverasizlar. Xo'p, mana yog'imiz hammom tualet. Ko'p turganlarning. Yangi remont, dizaynerskiy proyektlarda. Mana oshxonani qaranglar, kompaktniy kirib yuradigan mashinalari ham bor. Mana bu yerda рабочий stol, stroyniy mana холодильниклari bilan. Endi mana bu zonani qaranglar. TV zona. Mana bu divanda o'tirib, ovqatlanib o'tiradigan joy. Endi mana buni qaranglar. Joylashtirib qo'ygan 26 kvadratga shuncha narsani joy-joyiga qo'yib qo'yishgan. Remontlar ham oxirgi dizaynda. Bemalol konditsionerlar bor. Mana bu o'zining balkonlari ham bor. Shunday chiqib qo'yib, balkonda o'tiraverasizlar. Manzarani qaranglar. G'ir-g'ir shamol, xullas zo'r, kompaktniy. Shunda olib turib, indamay 450-500 dollarga odam qo'ysanglar ham bo'ladi. Xullas, egalari shu go'zal, chiroyli uyimizni 4-qavatda 49.900 so'rashyapti. Ozgina kelishtiradigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda egalar nomeri bemalol aloqaga chiqinglar. Tamom, sog' bo'linglar.